esa Al-Jarmal Abdullah Yamanlik mutaxassisi javobgar. Demak, hammasini joyida qoldirdi. 84. Gel. Tur. Hatta shoshilma. Hozirgi og'irlikni olinishi menimcha medal uchun hammasini kafolatlaydi. Endi medal deganda bu yerda oltin medalni hisobga olyapmiz, chunki ko'tarildi. 83 kilogramm og'irlikni olishda biroz keyinroq bo'lsa-da ulgurgandi, lekin 87 so'radi endi. Gao bizda 86 bo'ladi, yo'q 87. 84 mana 87. Bo'lganmidi boya, mana shu xavotirli jihati 70, 83, mana endi 80. Dast ko'tarishda Madina Boru bu raqibini 2 kilogramm ortda qoldirgan. Sizda ko'tarishda hozircha 1 kilogramm oldinda bo'lgan. Ikkalasining ham ikkinchi chiqishda og'irlik Jo'rayevada 84, mana bu sportchida 83. Albatta qiyinroq ekanligi ko'rinib turibdi, chunki kilogramm og'irlikni oshirib ko'tara oldi. Demak, ikkinchi o'rin dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikki kurash bo'yicha 149. Bizda 152 kilogramm, siltab ko'tarishda ham 1 kilogramm oldinda va oxirgi urinishi Madina Bonu Jo'rayeva. Bu o'sha qo'lda og'riq bor edi. Gao kurashdi hozir oxirigacha. Lekin imkoniyati yo'q. 90 kilogramm ko'tarmoqchi. Ayva. Oxirgi chiqishda 90 kilogramm og'irlik, 84. Barcha masala hal bo'lgan. Medallar masalasi shu boisdan ham o'zi uchun endi 90 kilogramm og'irlikni olmoqchi. Yo'q, 88 ga buyurtma bor ekan. Nirmala Devi, Hindiston. Nirmala Devi Chingakam, Hindiston, birinchi o'rinish 88 kilogramm. Nirmala Devi 2001-yil tug'ilgan bu yoshlar guruhida. Bizda Ishqulova bilan uning natijasida 7 kilogramm farq bor dast ko'tarishda. Demak, yoshlar guruhidagi sportchilardan birinchisi 88 kilogramm og'irlikni olyapti. Og'irlik ko'tarildi. Chikka ham Nirmala Devi. 90 endi mos holatda. Bizdagi buyurtma o'zgargani yo'q. Madina Bonu Jo'rayeva. Hindiston tomoni hozir buyurtmani o'zgartirish kerak. Aynan shu sportchining hisobidan hozir vaqt yuriyapti. Mirabek Zoirov terma jamoa murabbiyi u ham kutyapti, qani og'irlik qanchalik o'zgaradi. Demak, bu 92 ga o'zgartirdi.
92 ga Uchta O'zbekiston. Uno famosa cazzata, la sappiamo tanti kilogrammi, quella paina morning, con Taipei. Madina Bomi Jo'rayevani tabriklab qo'ysak bo'ladi. Yoshlar o'smirlar o'rtasida muddatdan ilgari g'olib chiqdi. 90 kilogramga 3-o'ringa Demak, oxirgi chiqish. Ishlagan endi yuqori tortib. Davay. Qo'shaman. Yig' o'zingni. Tur. Hatta ishlat oyoqni. Mana bu bilan balandroq itar. Shaptir. 90 kilogramm so'nggi chiqishda bu sportchimiz uchun ancha muhim holat edi va ikki kurash bo'yicha 158 kilogramm dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikki kurash bo'yicha barcha birinchi o'rinlar mana shu sportchimizga nasib etdi. O'smirlar guruhida 2004-yil tug'ilgan Jo'rayeva 29-sentyabrda Farg'ona Og'ir maktabida o'smirlarimizdan To'ytaypeli Gao esa bunda ikkinchi o'rinni qo'lga tushirdi. Endi 92 kilogramm siltab ko'tarishdagi mashqlarda yoshlar guruhidagilar 92 kilogramm boya dast ko'tarishda ham bizning murabbiylarning o'ziga xos yurishi bo'ldi. 73 kilogramm bilan boshladi.